Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana men o'zimni O'zbekcha va O'rta Osiyo vinil plastinkalarini tanishtirishda davom etaman. Har doimgidek video kommentar izohlarida kimda shunaqa vinil plastinkalar bor bo'lgan yoki haligacha bor shularni yozib ketsanglar bo'ladi va qolaversa ushbu videoni shunaqa vinil plastinkalarga qiziqadigan do'stlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Va kerak bo'lsa bizlarga murojaat qilsanglar bo'ladi, kommentariyada plus yozib qo'ysanglar o'zimiz javob sizlarga yozamiz. Video yoqsa like bosishni unutmang. Demak, boshladik. Farg'alon 80 yilligiga bag'ishlangan plastinka ekan. 82 52 82 84 chiqqan ekan. She'rlarga yozilgan qo'shiqlar. Xo'sh, bu maqom rost. Maqom to'plamdan bu. Maqom segoh. Xo'sh, dutorchi qizlar ansambli vinil plastinkasi ekan. Qo'shiqlari 79-81-yil yozilgan ekan. Yaxshi terma. Ozarbayjoncha. Avtandil Israfilov garmoniya ozarbayjonskiy melodiya. 80-yil yozilgan ekan, 80-yil chiqarilgan ekan. Farhod M12 Xayrlutfullayev Gulsanam albomi boshqacharoq obloshkada ekan. 82-yilga zapis ekan. Turdali Saydulov va Nosir Zokirovlar kuylaydi o'zbek xalq qo'shiqlari ekan. O'zbekiston musiqasi kim ekan? O'zbek san'at, san'at klassik qo'shiqlar Fattoh Aliyev. Habiboxonova kuylaydi va Nuriddin Hamroqulov ekan. Bu yoq tarafi ikki tomonli ekanda bu. Bu yoqda Habiboxonova, bu yoqda Nuriddin Hamroqulov ekan. Ismoiljon Turdaliyev va Bahodir Hamidovlar kuylaydi ekan. Galil Yosif tatarcha qo'shiqlar ekan. Jo'rabek Nabiyev sen tug'ilgan kun 88-yilga yozuvligi zapislangan, 83-yilda chiqqan ekan. Plastinka bu tojik hofiz taniganlar bilsa kerak. Zaynab Polvonova, Erkinoy Bekjonova. O'zbek keksa san'at ustalari 28-nashr ekan. 60-68-yilga zapislangan, 89-yilda chiqarilgan ekan. Murod Kajlayev, Вечерний Арбат, джазовый танцевальная музыка, джаз qo'shiqlar ekan. Yo'q plastika. Habiboxonova namanganlik. Sizlarga bo'lsa yozib ketinglar. O'zbek she'riyatining antologiyasi, gadoyi lirikasi ekan. Nasiba Abdullayeva Samarqand ansambli. Bu oldin ham tanishtirgan, faqat obloshkasi boshqacharoq ekan. 83-yilga zapis ekan. 82-yil obloshka boshqacharoq chiqarilgan ekan. Bolalar uchun ertaklar 10 gacha sanashni o'rgan echkicha. Shunaqa nomli. Tanbal bilan hazil ikkita ertak ekan bu yerda. 72-74-yilda zapisli ekan, 87-yilda chiqarilgan ekan bu plastinka ertak. Shu kim ekan? Elmira Rakimova ozarbayjonlik qo'shiqchi. 12 gigant plastinka esa bu 10 razmerli grand deyiladi. O'zbek narodniy o'zbek xalq qo'shiqlari ekan. Terma bu esa Botir Zokirov 10 razmerli grand plastinkasi. Yana qo'shimcha qilib ketib, Barnos Toplar plastinkasi. Gajibev kompozitor. Bu ham
Gachibekov. Xullas bugun bizda shular. Eng kelib qolgan shularni tanishtirib o'tay degandim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.